Miyalar tez ishlaydi, juda ham foydali. Hey, mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima ekan bu? Bu oddiy mahsulot emas, miyani juda ham tez ishlatib yuboradi. Ana odamlarda 0.4% ishlaydi. Shuni ham ba'zi birovlar ishlatmaydi. Ana nima deb o'ylaydi? Miya megabayt deb o'ylaydi, tugab qoladi deb o'ylaydi. Voy, megabayt emas, bemalol ishlatsa bo'ladi. Xullas buni yesangiz, ana shu ishlamaydigan miya ishlab ketadi. Rostdan, necha pul bu? 500 ming so'm narxi. Sal oshmayapsanmi? Bu oddiy narsa emas, siz bitta yeb ko'ring. Oppa. Menga sal olib qo'yapsan-ku. Nimaga? Ana 500 mingga keshudan 1 kilo, yong'oqdan 1 kilo, pistadan 1 kilo, mayizdan 1 kilo beradi. O'ylab gapiryapsanmi? Ana aka, ko'ryapsizmi? O'zi miyangiz ishlab ketyapti. Men hammasini olaman. Hazillashdim, narxi unaqa qimmat emas, lekin haqiqatan juda ham foydali. 7 yoshdan 70, 80, 90, 100 evara, nevara, chevara, tomdan itarvora hamma bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Hech qanday zarari yo'q. Narxlari hamyonbop narxda. Agar kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumot pastdagi nomer yoki bo'lmasam kommentariyaga plyus qoldiring va biz o'zimiz aloqaga chiqamiz.